Yettinchi qism. Sabr lozim bo'lgan eng birinchi nuqta toat. Toatda sabr Allohning amrlariga amal qilishda sabrni boy bermaslikdir. Butun solih amallar shu sabrning samarasidir. Bandaning kunlik namozlarda bardavomligidan tortib har yili ro'za tutishigacha, zakotini o'z vaqtida berishdan tortib, go'zal xulq, adolat, rahm-shafqatga hayotining har jabhasida rioya qilishi kabi har qanday ezgu amallarda sabot ko'rsatishi shu guruhga mansub. Zero toatda sabrli bo'lmoq kishining bu amallarni bajarayotganida zerikmasligi, nafsining butun e'tirozlariga, shaytonning butun hiylalariga qarshi yo'lidan qaytmasdan davom etishi demakdir. Toatda sabr qilgan kishi namozni kulfat o'laroq ko'rganida, namoz o'qimasam aslida o'z kelajagim huzurini qo'ldan boy beraman va kelgusidagi behalovatligim bugungi namoz o'qish kulfatidan ko'ra ming chandon mashaqqatli bo'ladi deb ibodatini ado eta oladi. Ikkinchisi ma'siyatda sabr. Sabrimizni qo'llash kerak bo'lgan ikkinchi nuqta bu ma'siyatda sabr, gunohlarga sabr qilish, ulardan chetlanish demakdir. Banda o'zini gunohga tinimsiz undayotgan nafsi bilan kurashsa, bu sabr uni taqvo martabasiga olib chiqadi. Agar odamzod nigohi va vujudini ma'siyatdan tiyib turmasa, sabr toqati parchalanadi. Aslida banda gunohlar oldida sabr qilish lazzati bilan bu gunohga qo'l urishdagi lazzatdan ko'ra buyukligini bir bor sinab ko'rsa, sabri yemirilmasdan gunohlardan uzoqlasha oladi. Uchinchisi musibatda sabr. Sabr lozim bo'lgan uchinchi o'rin musibat. Musibatda sabr bandani yo'qlagan va uning ma'naviy yuksalishida g'oyat muhim ahamiyatga molik kasalliklar, yo'qchilik, ariliqliklar va o'limda sabrli bo'lishdir. Bu sabr bilan banda Allohga tavakkul qilishni, undan yordam so'rashni, uning taqdiriga rozi bo'lishni o'rganadi. O'zi va barcha suyganlari marhamatining chek-u chegarasi bo'lmagan Allohning bandalari ekanini bilgan, unga tavakkul qilgan kishi mulkdor mulkini xohlaganicha tasarruf qiladi. Haqiqatining sirini anglaydi va musibatlar oldida sabr bardoshi mustahkam bo'ladi. Zero sabr balo va musibatlar oldida noring ham xush, nuring ham xush demakdir. Banda bunga muvaffaq bo'lsa va sendan nima kelsa ham bandang uchun xushdir. Yo Robbim desa, sabr qilgan zafar topadi. Hadis sharifidagi xushxabarga noil bo'ladi. Aqling bo'lsa uchinchi eslatmada tilga olingan haqiqatni unutmagin. Mardona turib, yo sabur de, sabrni qanot qilib uch. Haq subhanahu va taolo senga bergan quvvatni yanglish yo'lda sochmasang, har mashaqqat va musibatga o'zi kifoya qiladi, ishon. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Madinada ansorlardan bir ayolning bolasi vafot etdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam men bilan birga ko'ngil so'rash uchun ta'ziyaga bordilar. Bu asnoda ayol orqasini o'girib olgancha faryod fig'on qilardi. Payg'ambar alayhissalom ayolga: "Ey falonchi, Allohdan qo'rq va boshingga tushgan musibatga sabr qil" dedilar. Ayol: "Boshimdan nari ket. Bu musibat sening boshingga tushganida sen ham shunday qilarding" dedi. Nabiy alayhissalom hech narsa demasdan orqalariga qaytdilar. Ayolga: "Bu nima qilganing? Allohning payg'ambariga bu gaplarni qaysi jur'at bilan aytding?" deyilganda ayol: "Ey voh, nimalar qilib qo'ydim" deb motamni ham unutib darhol payg'ambar alayhissalomning ortlaridan ketdi. "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Allohning rasuli farzand dog'ida yuragim yonayotganda sizligingizni bilmasdan shunday deb qo'yibman. Aybga buyurmang" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayolga: "Sabr musibatning ilk onidadir" deya javob berdilar. Bugungi jamiyatimizda asl qiyofamizni ochib beruvchi holatlardan biri shaxsiy va jamoat transport vositalaridan foydalanishdan ko'rinadi. Qizil chiroqda biroz to'xtab, piyodalarni kutish odobini bilmaymiz. Bir-birimizga yo'l berish odobini bilmaymiz. Shuni sabr deb bo'ladimi? Ishning hikmatini anglamoq shumi? Musibat yetganida sabr qila olsak, iymonlimiz. Sabr qila olmadikmi, zaif iymonimiz kuchga to'lguniga qadar u haqida og'iz ochmasak ham bo'ladi. Musibatlarning eng shiddatlisi payg'ambarlarga keladi. Farzand dog'i og'ir deb jar solayotgan bizlar hushyor bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
6 farzandlarini o'z qo'llari bilan tuproqqa qo'yganlarini eshitganmizmi? Qaysi birimiz bunday og'ir musibat bilan balolandik? Qay birimizning yostiqdoshimizga if hodisasi bilan tuhmat bo'xton yog'dirildi? Uhudga borgan 1000 kishidan 300 nafari qaytib keldi. Ularning dog'i Rasululloh alayhisalomning ko'ngillarini xufton qildi. Biz bir kishidan bir og'iz ters gap eshitsak, yurayotgan to'g'ri yo'limizda davom etolmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nimalarga sabr qilgan ekanlari bir qarang. Biz Rasulullohni sabrimizga o'rnak qilib ololmas ekanmiz. O'rnayotganlarimiz behudami? Yo'q. Men yozgan bu so'zlar siz o'qish uchun sarflagan buncha vaqt behuda emas. Bu kitob inshaalloh bizga sabr va namozning birdamligini ta'minlaydi. So'ngra biz namozni zavol qilganlardan emas, namoz haqiqatini anglab kamol topganlardan bo'lamiz inshaalloh. Shunday namoz o'qisang, nadomatlar bo'lsin senga, Suhra. Suhra bu bir ishni majburan bajarish, haq olmasdan istamay ishlash demakdir. Benamoz musulmon. Juda ayanchli gap, to'g'rimi? Muhabbat rotib Nobilsi bir suhbatlarda aytadilar. Hijriy 700 yillarda ulamolar namozni tark qiladigan kishi haqida gapirib, bunday ish voqelikda yo'q, bu faraziy taxminiy masaladir deyishgan ekan. Ular namoz o'qimaydigan musulmonni tasavvurlariga sig'dira olishmagan ekan. Ular benamozlikni hayollarining bir ko'chasiga ham keltirishmagan ekan. Dunyo bo'yicha eng zo'r shirinliklarni mana men pishiraman deysan-u, qadrdonim, biz shirinlik tayyorlaganingni hech ko'rmaganmiz. Men dunyodagi eng mohir haydovchiman deysan, lekin mashina boshqarganingni ko'rganimiz yo'q. Musulmon deb ko'krak kerasanda namoz o'qiganingni ko'rmaganmiz. Xo'sh, namoz o'qimaslik uchun qanday asosing bor? Ba'zi kishilar namoz o'qimasligiga bahona o'laroq shuni ko'rsatadi. O'qisang to'la to'kis o'qishing kerak, to'g'rimi ustoz? Yo'q, unday emas. Chunki namozni buyurgan Alloh bu tarzda amr etmaydi. 5 mahal namozni to'kis ado etmagan, kuchi yetadiganini ham o'qimasin demaydi. Bir narsa bus-butun qo'lga kiritilmasa, butkul tark etilmaydi. Qoidasiga ko'ra kuchimiz necha mahal o'qishga yetsa, shunchasini o'qishimiz kerak. Bu vaqt o'tib bizni namozni 5 mahal to'kis ado etishga yetaklaydi. Ammo biz o'zimizcha yo'q og'ayni, bir ishni bajarsang to'kis bajarasan, munosib ravishda bajarasan, yo'qsa qilmay qo'yaver deymiz. Shunday qilib namozning yo'liga tog'day g'oflar qo'yib, hech qachon namoz o'qishni boshlay olmaymiz. Namozda bardavom kishi yolg'on bilan namoz birga jam bo'lmaydi deb yolg'onni tark etadi. Yolg'onda davomli bo'lgan kishi esa namozdan voz kechadi. Sen nega birinchi ehtimolni emas, ikkinchi ehtimolni tanlading? Nafsingga yanada yengilroq, yanada yoqimliroq tuyulgani uchunmi? Bizning asl vazifamiz gunohlar tufayli namozni tark etish emas, namoz tufayli gunohlarni tark etishdir. Ey nafsim! Og'rigan tishimizni davolatish yoki oldirish maqsadida tish shifokoriga borsak, u tishimizni sug'urishdan avval mulklarimizga og'ir qoldiruvchi ukol qiladi va biz karaxtlikdan og'riqni sezmaymiz. Bizning karaxtligimiz uning ishini osonlashtiradi. Og'iz bo'shlig'imiz hech narsani sezmay qolganidan keyin sog'lom tishimizni sug'urib olsa ham bilmay qolamiz. Xuddi shu holat inson va shayton orasida ham bor. Shayton avval bandani karaxt qilib qo'yib, o'z ishini osonlashtiradi. Chunki bunday odam risoladagidek o'ylay olmaydi. Boshi qotib qoladi. Ana shunda nafsning mumayyiz holatiga dars ketadi. Yaxshini yomondan, to'g'rini yanglishdan ajratib ololmaydi. Shayton shu yo'l bilan insondan hamma narsani sekin-asta tortib oladi va banda bemorlik to'shagidan turganidan keyin ham hayotiga kulib qarashda davom etadi. Shuning uchun ham nafsga karaxt deya nisbat beradilar. Albatta kishining nafsiga bunday murojaat qilishining birgina sababi bu emas. Ko'ngil saroyiga kirishning yo'li kishining o'zidan boshlanadi. Chunki bu davrda odamlarning quloqlari quruq ma'lumotlarga to'ydi, ko'zlari amal och bo'lib qoldi. Odamlar endi tahorat haqida chiroyli gaplar, ilmiy dalillar aytgan kishidan emas, kishining qahratoniga qaramay tahorat olayotgan kishidan ta'sirlanadigan bo'ldi. Shuning uchun ustozlar eng avvalo o'z nafslariga xitob qiladilar. Toshni suvga qanchalik shiddat bilan otsangiz, to'lqinlari ham shunchalik kuchli bo'ladi.
Biz ham birozdan keyin o'qiydigan iymon darsimizni qanchalik chuqur o'zlashtira olsak, boshqa birovga iymon haqida qo'shimcha gapirishning hojati ham qolmaydi. To'lqinlarimiz yon atrofimizga xuddi shunday tezlikda tarqaladi. Zero o'zi yonmagan boshqalarni ham yondira olmaydi. Bunday iymoniy muloqotlar avval men o'rganay, keyin boshqa birodarimga o'rgataman deya yoxud boshqa bir maqsad bilan o'rganilmaydi. Biz bu darslarni o'z nafsimizga xitob qilishdan boshlashimiz kerak. O'zimizda aks etgan ruhiy barkamollikni ko'rganlar biz da'vat qilmasak ham xulqimiz sabab bizga ergashaveradilar. Vaqt birligidagi tebranishlar soni chastota deyiladi. Masalan, ovoz chastotasi juda kuchli bo'lgani uchun bir xonada gapirsak, bir paytning o'zida ovozimizni hamma eshitishi mumkin. Hatto kasalxonalardagi ultratovush tasvirlari ham shu yo'l bilan suratga olinadi. Ma'lum chastotada bir buyumning ayni chastotadagi tashqi tebranish ta'siriga tushib yuqori amplitudada tebranishiga rezonans deyiladi. Masalan, stolda turgan suvning hossalarida tabiiy tebranish raqamlari bor va bu suvning tabiiy tebranishlar soni tashqaridan keladigan tebranish soni bilan to'qnashsa, bu tebranish soni katta bo'ladi. Avvalgidan kattaroq amplituda titray boshlaydi va biz buni rezonans deb deymiz. Rezonans deyiladigan bu holatlarga dunyo bo'ylab ko'p bor duch kelingan. Masalan, 1940-yilda AQShda Takoma nomli ko'prik qurilgan. Ko'prikning tabiiy chastotasi bilan shamolning chastotasi teng bo'lgani uchun u qulab tushgan. Kruson ismli opera kuylovchi san'atkorning tovush chastotasi qadahning tabiiy chastotasi bilan rezonans topgani uchun operachining ovozidan qadah sinib ketgan. Insoniyat tarixi rezonans bilan bog'liq bundan ham jiddiy voqeliklarga duch kelgan. Misol uchun, ba'zi qavmlar shu tarzda halok bo'lishgan. Qur'onul Majid Hud surasining 67-oyatida Madian qavmining halokatiga qichqiriq sabab bo'lganini bayon qiladi va zulm qilganlarni dahshatli qichqiriq oldi. Bas, diyorlarda to'kildilar. Demak, Madian qavmi o'z gunohlari sabab ovoz kuchi qichqiriq bilan halok bo'lishdi. Ey karaxt nafsim, ubudiyat bekor amalmidikin senga horg'inlik keltirsa? O'z kasbini yoqtirmaydigan kishilar qaysi sohada ishlamasin, har doim bir xil sabab tufayli kayfiyatsiz yurishadi. Ish qachon ishchini zeriktiradi, qachonki ishchi olayotgan maoshidan norozi bo'lsa, masalan, zerikib istar-istamas ishlayotgan kishilarga bu hafta dam olish kunlarida ham ishlasangiz soatli ish haqini 2 barobar orttirib to'layman desangiz, charchoqdan asar ham qolmaydi. Darrov ishga sho'ng'ib ketishadi. Jamiyatimizdagi namoz o'qimayotgan aksariyat kishilarning ham ahvoli shunga o'xshaydi. Namozning haqiqiy qiymatini bilmaydiganlar bandalik amallarini arzimas sanab haqini kam deb bilishadi. Vaholanki oxiratni qo'ying, namozdan ruh shunchalik lazzat oladiki, odamzod shuning uchun ham sajdadan bosh ko'tarishni xohlamay qoladi. Har kimning o'zi lazzat oladigan ishi bo'ladi. Masalan, kimdir eski kitoblar to'plashni, vaqtini ular orasida o'tkazishni xohlaydi. Daromad keltirmasa ham bu ishdan zavqlanishadi. Birov boy badavlat, hech ehtiyoji bo'lmasa ham yana bir shirkat ochadi va yarim tungacha ishini yanada rivojlantirish ustida bosh qotirib chiqadi. Ulardan bu ishlarni nima sababdan qilishlari so'ralganida ularning barchalari birdek bu ish o'zlariga, ruhlariga zavq berishini aytishadi. Namoz ham xuddi shunday. Ishoning menga, namozning lazzatini bilgan kishi dunyo lazzatlariga berilganiga uyaladi. Odamzod dunyoda qo'lga kiritish uchun kurashayotganlarning barchasi namozda yashirinligini bilsa edi, hatto faqat oxirat uchun emas, mana shu dunyo uchun ham lazzat namozda ekanini bilsa edi, boshqa hech narsaga o'girilib qaramasdi. Dunyo ruhiyati alg'ov-darg'ov tushkunlikka tushgan, bipolyarga yo'liqqan kishilarga to'lib ketgan. Odamlarga qarasang, bir kulishida, bir yig'lashida shu qadar psixologik muammolar changaliga tushib qolishgan. Buning asosida baqo xomashyosi bilan yaratilgan. Ruhni uzluksiz foniy ozuqalari bilan to'ldirishga urinish yanglishligi yotadi. Ruh zuvalasi baqodan, ya'ni abadiyatdan yo'g'rilgan. Biz ruhga tortiq
qilayotganlar esa foniy, ya'ni o'tkinchi narsalardir. Bu holatdan ruh bezovta bo'ladi va yashab turgan jismiga isyon qila boshlaydi. Ruh o'z halovatini yo'qotgach, na oilada halovat qoladi, na kasbga muhabbat, na kelajakka umid, parishonlik ustiga parishonlik, qayg'u ustiga qayg'u bostirib kelaveradi. Xo'sh, bu holatning namoz bilan qanday aloqasi bor? Namoz baqodan yaratilgan ruhga abadiyat olamidan ochilgan nurli derazadir. Tasavvur qiling, dengiz ostiga taraddudsiz sho'ng'isangiz, tabiiyki nafas ololmaysiz. Naq shu asnoda bir yo'l ochiladi va siz shu yo'l orqali nafas olasiz. Mana shu yo'lning nomi namozdir. Bir kishi pul berib sizni kechgacha ishlatsa, g'ing demay ishlaysiz. Shu kabi aksariyatimiz har kuni ishga boramiz va o'zimizga yuklangan vazifani bajaramiz. Ish uchun boshqa shaharga ketish kerak bo'lsa ketamiz, soatlab hujjat titkilash kerak bo'lsa titkilaymiz. Tuni bilan navbatchilikda turish kerak bo'lsa ko'prik qoqmay turamiz. Vazifamiz nima bo'lsa qat'iy bajaramiz, chunki bu mehnatlarimiz uchun haq olamiz. Agar bo'yin tovlamoqchi bo'lsak, uyda bizni kutib turgan oxiri yo'q ehtiyojlar yodimizga tushadi. Tirikchilik tashvishidagi bu qo'rquvlarimiz tufayli rahbarimiz bizni bir hovuch maosh evaziga o'zi xohlaganidek ishlatadi. Kerak bo'lsa shaharma-shahar, yurtma-yurt kezdiradi. Ishning boshlanish vaqtini xohlasa sahar vaqtiga belgilaydi. Biz ehtimol o'sha vaqtda namoz o'qish uchun o'rnimizdan ham turmasmiz. Balki namoz o'qishni xayolimizning bir burchagiga ham keltirmasmiz. Lekin ishga otlanamiz, chunki bizning o'y xayolimizda ish degan tushuncha emas, maosh, pul degan tushunchalar bor. Namoz uchun to'lanadigan abadiy haq ish uchun to'lanadigan o'tkinchi haqdan kam bo'lib tuyuladi. Biz namozdan keladigan foydani bilmaymiz. Bilganimiz uchun ham namoz o'qimaymiz. Namoz o'qisak ham nimadir tama qilishdan o'zimizni tiyolmaymiz. Olishimiz kerak bo'lgan xizmat haqqini qo'ya turaylik. Oldindan ortig'i bilan berilgan ne'matlarning haqqini bera olamizmi? Namoz uchun evaz kutishimiz aqliy me'yorlarga to'g'ri keladimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni shunday marhamat qildilar. Jabroil amin mening yonimga keldi va shunday dedi: "Yo Rasululloh, sizni haq payg'ambar qilib yuborgan Alloh taologa qasamki, biz shunday hodisaga guvoh bo'ldik. Avvalgi ummatlar orasida bir banda bor edi. Alloh taologa 500 yil ibodat qildi. Alloh taolo o'sha orolda bu bandasi uchun shirin suv chiqardi va bir anor daraxti o'stirdi. Daraxt har kecha bir anor tugardi. Bu kishi o'sha buloq suvi va anor bilan oziqlanardi. Shunday qilib ibodatida bardavom bo'ldi. Bu banda Alloh taologa yolvorib ajali kelganida jonini sajdada olishini so'rab duo qildi. Alloh taolo duosini qabul qildi. Biz yer yuziga tushganimizda uning yoniga bordik. Ruhi qabz qilinganidan keyin osmonga ko'tarilganimizda ilohiy ilmda bu bandani shu holatda uchratdik. Banda aziz va jalil sifatli Alloh huzuriga chiqdi. Alloh taolo farishtalariga bandamni rahmatim bilan jannatga qo'ying dedi. Banda esa yo Robbim, meni amallarim evaziga jannatga qo'y. Axir senga 500 yil ibodat qildim dedi. Shunda Alloh taolo farishtalarga bu bandamga bergan ne'matlarim bilan qilgan ibodatlarini o'lchab ko'ring deya buyurdi. Bandaning 500 yillik ibodati bir ko'zining ko'rish ne'matiga teng kelmadi. Shunda Alloh taolo farishtalarga bergan ne'matlarimga shukr qilmagan bu bandani olovga tashlang deb buyurdi. Farishtalar bandani olib borayotganda kul darhol Robbim, meni kechir va rahmating bilan jannatingga qo'y deb yolvordi. Alloh taolo farishtalariga uni qaytarib olib keling deya amr qildi. Banda ilohiy huzuriga kelib, Alloh taolo ey bandam, seni yo'qdan bor qilgan kim deb so'raydi. Banda sen yaratding Robbim deydi. Alloh taolo bu sening amaling bilan bo'ladimi yoki mening rahmatim bilanmi deya so'raydi. Mendan emas, sening rahmating bilan bo'ladi deya javob beradi banda. Alloh taolo senga 500 yil ibodat qilish quvvatini kim berdi deya so'raydi. Banda sen berding Robbim deydi. Alloh taolo boshqa barcha ne'matlarni kim berganini so'raydi. Banda sen berding Robbim deydi. Alloh taolo ha, nihoyat buni anglading. Seni rahmatim bilan jannatimga qo'yaman. Ey farishtalarim, buni rahmatim bilan jannatga qo'yinglar. Ey bandam, sen bundan avval yaxshi bandam eding deya marhamat qiladi va uni jannatiga qo'yadi. So'ngra Jabroil alayhissalom, yo Rasululloh, guvohi bo'lganingizdek, hamma narsa faqat Alloh taoloning rahmati bilan bo'ladi dedilar. Namozning
barakasi. Namoz bu musofirxona, dunyoda ojiz va faqir qalbga qut va to'kinlik manbaidir. Barchamiz ojiz bandalarmiz. Chunki sayyoralarning aylanishiga suv va havoga kelin libosidek zeb berilgan atmosfera qatlamiga, bir-biridan go'zal gullarga, daraxtlarga, quyoshga va har bir zarrani Alloh lahza sayin tajalli ettirishiga muhtojmiz. Biz shunchalik ojiz bo'lganimiz uchun bizdek faqirlarga ozuqa va to'kinlik zarur bo'ladi. Abadulabad ojiz odamzod oziq va boylik berish uchun qudratli zot bilan uchrashishi shart. Mana shu uchrashuvning nomi namoz. Namoz bandaning ko'ksiga qanchalar chiroyli naqshlangan bo'lsa, tashqaridan qaraganda ham buni his qila olamiz. Masalan, shunday kishilar borki, boshiga har kuni musibat tushsa ham namozda bardavom bo'laveradi. Bu odamdagi tavakkul va o'ziga ishonch qayerdan kelar ekan? Bu kishi namozda Robbisi bilan shunday samimiy muloqotda bo'ladi. Ijobatiga ishonib duolar qiladiki, musibatlar uni Robbisidan uzoqlashtirmaydi. Aksincha, yanada yaqinlashtiradi. Pul va iymon kimdaligini hech kim bilmaydi. Omma orasida ishlatiladigan juda bema'ni ibora bor. Pul va iymonning kishi qalbidagi asarini bilib bo'lmaydi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Odamning qo'liga pul tushsa salom aliga qadam olishi ham o'zgarib qoladi-ku. Qo'li kaltaligida akam deydigan kishi bo'yganida kerilib og'ayni deydigan bo'ladi. Xuddi shuningdek iymonli inson ham yurar yo'li va borar manzilidan bilinadi. O'lgan eshak bo'ridan qo'rqmaydi deyishadi. Kishida ma'naviy quvvat manbai hisoblangan namoz bo'lmasa, bu odam shunda ham hech narsadan qo'rqmaydi. Nega ham qo'rqsin? Yo'qotadigan narsasi bo'lmasa. Shunday ekan, tungi klub, diskotekalar ziyorati uni cho'chitmaydi. Harom ishlar joniga rohat bera boshladi. Hamtovoqlari o'gitidan ruhi orom ola boshlaydi. Lekin ma'naviyatini, fitratini boy berishdan hayiqqan kishi bu kabi xonaqohlardan o'zini nari tutadi. Bu jun ko'chalarda adashib uloqib yurmaydi. Bandalik sharafimga noloyiq joylarda sanalsam, javohirlarimni boy beraman. Men munosib bo'lgan joy esa namozgohdir, sajdagohdir deya o'zini taftish qilishdan malollanmaydi. Va albatta namoz muqarrar makoning bo'lgan qabrda oziq va nurdir. Bunga qadar namozning dunyoviy, qalbiy, ruhiy tuhfalari haqida so'z yuritdik. Endi navbat kichik hisob kunidagi mukofotlariga yetdi. Namoz bandaga qabrda qanday mukofot bilan yuzma-yuz keladi? Buni bilish uchun hadis siyosiga ko'z tutgaylik. Jasad qabrga qo'yilganida uni tuproqqa berganlarning qadamlari uzilib-uzilmasdan farishtalar keladi va uni so'roq qila boshlashadi. Va shu payt nuroniy bir siymo kelib uning boshi ustiga o'tiradi. Bu uning namozidir. Yana bir nuroniy soya o'ng tomoniga kelib o'tiradi. Bu uning ro'zasidir. Yana bir nurli surat chap tomoniga o'tiradi. Bu marhumning zakotidir. Boshqa bir nuroniy oyoq uchiga kelib o'tiradi. Bu uning boshqa xayr va hasanat amallaridir. Bu to'rtovlon o'ng so'ldan bo'ladigan qabr hujumidan, mayitning suyaklarini siqib qo'yishidan, unga mashaqqat berishidan himoya qilishadi. Qabr zulumotini yoritadigan do'stlarimizning nuri bu dunyoda namozimiz bizning umrimizni qanday yoritganiga bog'liq. Ularning kuchi ham bu dunyodagi namozimiz quvvati bilan bog'liq. Zero bu dunyoda ixlos bilan o'qilgan namoz Allohning izni bilan qabrda yengilmas yelkadosh do'stga aylanib bizni tuynuqsiz qorong'u uyning zahmatlaridan mardonavor himoya qiladi. Lekin biz ta'dili arqonga amal qilmasdan, kimning huzurida turganimizni bilmasdan, shu bir burchimni bajarayda deb tezroq turib ketay deya xuddi Alloh bizning namozimizga ehtiyoj sezgandek o'qigan bo'lsak, u namoz qabrimizga shunday keladiki, eng keng joy ham qabr, eng tor joy ham qabrdir. Do'stim, menga yordam bergin deya qo'l uzatamiz. Lekin dunyoda haqqini ado qilmagan namozimiz o'kinch bilan Allohga qasamki, jon dilim bilan yordam berishni xohlayman, ammo ko'rib turibsan-ku qanchalar nimjon, ojiz va kuchsizman. Senga yordam berish yoqda tursan, o'rnimdan ham turolmayapman deydi. Biz meni so'roq qilayotganlarni ko'rmayapsanmi? Axir seni qabr zulmatidan najot bo'lasan deb
ado qilganman-ku deya iddao qilamiz. U bilaman, ammo qaragin, oyoq qo'lim bog'liq-ku, yoningga borolmayman deydi. Chunki hayotligimizda namozni munosib ravishda o'qimaymiz. Butun diqqat e'tiborimiz dunyoning o'tkinchi g'avolarida bo'lgani uchun ibodatlarimiz zavolga yuz tutadi. Balki bu o'qitganingiz satrlar sizga ertaroq tuyular, lekin ertak emas. Ularni safsata deb bilsangiz, bu dunyoning o'tgan bir kunini ham ortga qaytarib bo'lmaydigan o'tkinchi dunyo ekanini eslang. Bir lahza edi, o'tdi va ketdi. Kelajak qayerda bilmaymiz. Oqibati qanday bo'ladi noma'lum. Lahzani qozonsang ma'lum, boy bersang majhul. Bu dunyoda yagona haqiqat bor. Dunyo o'tkinchi, oxirat abadiy. Va alol oqibat mahkamang bo'ladigan mahsharda dalolat va kafolat xohlasang ham, xohlamasang ham ustidan o'tiladigan sirot ko'prigida nur va buroq bo'ladigan namoz samarasiz va yoki mukofotsiz qolishi mumkinmi? Demak, sirot ko'prigi hamma uchun ham qildan nozik qilit damidan o'tkir emas ekanda. U namozini oyatda marhamat qilinganidek bunyod qila olgan, mustahkamlanganlarga, namoz bilan yashay olgan, ruhida namozga nikohlay olganlarga qasr qurishi mumkin bo'lgan darajada go'zal va keng manzil holatida bo'ladi. Biz bu yerda nafsni ko'ndirish yo'lini ko'ramiz, chunki iymon darsidan yana bir maqsad ko'ndirishdir. Nafs nimadandir foyda ko'rsa, uni aslo o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Shunday ekan, nafsni namozdan bosh tortsang, do'zax muqarrar, sen ham men ham jahannam olovida yonamiz. Alloh asrasin. Agar namozni tark etuvchilardan bo'lmasak, ikkimiz ham barobar jannatning soya salqin so'rlarida hordiq olamiz inshaalloh deya namozga ko'tarish mumkin. Ba'zan shu 1-2 rakatlik namoz juda og'ir tuyuladi. Vaholanki qo'limizga 1-2 chaqa berishsa, farz namozlar nardi uchun tahajjudni ham kanda qilmaymiz. Yana o'qsam 2 hissa ko'proq berasanmi deyishdan tortinmaymiz. Qayerdan bilasiz deysizmi? Har oy maosh beradigan rahbarimiz nima desa g'ing demasan bajaryapmiz-ku. Shundan ham xulosa qilsa bo'ladi. Namozning qiymati oladigan oylik maoshimiz bilan teng emas. Namoz bandiga dunyoda huzur, qabrda ozuqa, mahshar kunida sirotdan o'tkazadigan buroqdir. Sizningcha shunday mukofot ozmidiki, rahbar tutadigan juz'iy maosh uchun uning har qanday buyrug'iga itoat qilamiz u Alloh berib bo'lgan va beradigan mukofotlari uchun namoz o'qishiga erinamiz. Ish beruvchi bir hovuch mablag' evaziga tongga qadar mijja qoqtirmaydi-ku, ammo Alloh azza va jalla bu namozni o'qishing kerak desa, har xil bahonalar bilan o'qiy olmayman deymiz. Endi so'rash darkor. Siz kimga topinasiz? Ish beruvchingizgami yoki sizga namozni farz qilgan Allohgami? Siz uchun qay biri ahamiyatli? Ish beruvchi yoki namoz? Bomdod namozi vaqtida uchoq uchun, sayohat uchun, imtihon uchun uyg'ona olgan kishilar qanday qilib shu vaqtda Alloh roziligi uchun uyg'ona olmaydi? Go'dagi yig'laganida uyg'ona olgan onalar Alloh rizoligi uchun nega uyg'onmaydilar? Banda Allohga hurmatsizlikni faqat tili bilan emas, lisoni hol xatti harakatlari bilan ham so'zlaydi. Bandaning namoz da'vatiga hozir va nozir bo'lmasligi Allohga lisoni hol bilan, sen saxiy Rob emishsan, jannating bor ekan, u yerda amringga itoat qilgan bandalaringga abadiy saodat berarmishsan, sevganlari bilan bir bog'da jam qilarmishsan. Unda mening jismim qarimas, ruhim o'lmas, libosim eskirmas emish. Og'riqlar, dardu hasratlar meni bezovta qilmas ekan. Men ham sening o'sha jannatingni xohlayman, ammo bu dunyoda unga munosib harakat qilmayman. Tomoq dardida sen menga tekinga tortiq qilgan mukammal jismimni bir hovuch chaqaga pullayman, lekin senga bandalik qilish uchun huzuringga kela olmayman deganidir. Bunday kishilarga birov namoz haqida gapirsa, "Obbo, biz ham bilamiz siz aytayotganlarni. Bolaligimizda Qur'on darslariga qatnaganmiz. Siz bizning hozirgi foiz yeyotganimizga, g'iybat qilganimizga, barlarda
o'ralashib yurganimizga qarab xulosa qilmang. Biz ham siz aytayotganlarni yaxshi bilamiz deydi. Modomiki yaxshi bilar ekanmiz, nega yana namozga erinchoqlik qilamiz? Faqat Allohning borligini bilishning o'zi kifoya qiladi deb o'ylaymizmi? Bu bilan lisoni holimizda Allohni taniyman lekin itoat qilmayman degan bo'lmaymizmi? Allohni tanishning o'zi yetarli emas-da, yelkadoshim. Axir shayton ham Allohni tanirdi va u Allohga azligingga qasamki deya ot ichgandi. U ham Allohni tanigandi, u ham Allohning azamatini tan olgandi. La'natlanganiga qaramay Allohning azizligini tan olib qasam ichgandi. Uning-ku jannatdan umidi yo'q ekan, biz nega amal bilan harakat qilmaymiz? Nega shaytonning ayanchli mamotidan xulosa qilmaymiz? Bizni bundan nima to'sadi? Biz kimga o'xshab qoldik? Kimga ergashyapmiz? Iblis Allohning ulug'iyat, ya'ni yagonalik, ilohligini tan olgan, ammo rububiyati tarbiyachiga shohidlik keltirmaydi. Modomiki bandalaringning jonlari tanalarida ekan, ularni yo'ldan ozdiraveraman deydi. Dunyodagi bu harakatlarimiz shaytonning fe'lidan farq qiladimi? Bu bilan biz ham men Allohning ulug'iyatini tan olaman, lekin menga ish beruvchim buyruq beradi. Alloh buyruq bera olmaydi. Rahbarim aytgan vaqtda ishga boraman, lekin Alloh belgilagan vaqtida sajdaga olib borolmaydi demayapmizmi? Astag'firulloh. Naqadar dahshatli holat. Bir kishi qiymati 100 minglik kelishuv taklif qilsa, kuni tun ishlatadi. Yetmaganiga xulful va'd qilishi mumkin, lekin u kishiga e'timod qilamiz, benuqson ishlaymiz. Xulful va'dasidan qaytish, va'dasiga xilof ish qilish, ish joyidan haqqini ololmagan qancha kishilar bor, to'g'rimi? Xo'sh, bu kishilar nega haqlarini ololmaydilar? Chunki ish beruvchi so'zidan qaytdi, ishchilar haqqini o'zlashtirib ketdi. Ular aldangan bo'lishlariga qaramay, shu ish beruvchi boshqa bir taklif bilan yana ishga taklif qilsa, albatta borishadi. Va'dasiga hech qachon xilof qilmaydigan Alloh jannatdek mukofot beradi. Lekin biz namozga bormaymiz yoki unga dangasalik bilan turamiz, chunki Allohning va'dasiga ish beruvchimizning so'ziga ishonganchalik ishonmaymiz. Go'yo lisoni hol bilan Allohga ish beruvchi mehnat shartnomasi imzolaydi, lekin sen bilan shartnomasi yo'q, shuning uchun va'dangga ishonmayman degan bo'lamiz. Deydilarki, xulful va'd johildan yo ojizdan keladi. Ular yo va'dasining ustidan chiqishi kerakligini bilmaydi yoki bajarishga kuchi yetmaydi. Xo'sh, Allohga nodonlik qilib, Allohim sen bilmaysan, bajara olmaysan deya olmaymizmi? Yoxud uni ojizlikda gumon qilib, yo Rob, bunga kuching yetadimi deya olamizmi? Biz ojizlik va jaholatdan mutlaqo pok Allohning so'ziga e'timod qilmaymiz, lekin ertaga nima bo'lishini bilmaydigan bir tashkilot rahbariyati bilan shartnoma imzolab o'zimizni aqlli sanaymiz. Haqiqatdan ham bizning aqlimiz nokiz. Biz ustuvor jihatlarimizni boy berib bo'libmiz, ulardan mahrum bo'libmiz. Xulful va'ddan pok zot jannatda abadiy saodatni va'da qilsa-yu, butun kunning bir qismida o'z huzuri ilohiysida bizni eng chiroyli suratda ko'rishni istaganida rad etsak, suhralardek erinchoqlik bilan qo'l ichida chala yarim amal qilib, uning va'dasiga ishonmay hadyasini kamsitsak, shiddatli iqobni ko'z oldimizga keltirmaymizmi? Suhra bir ishni majburan bajarish, haq olmasdan istamay ishlash demakdir. Namozning mukofotini bilmaydigan kishi namozni ham suhradek qiyos qiladi. Bu Allohning amrini mensimaslik, uning qudratini masxaralash bo'ladi. Dunyoda har bir kishining o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bo'ladi. Birov yaxshi shifokor bo'lishni, kimdir dunyodagi eng yaxshi ona bo'lishni xohlaydi. Birov uchuvchi bo'lishni, yana birov esa degustator bo'lib yurtma-yurt kezishni xohlaydi. Sizningcha shifokor bo'lishni xohlagan kishi men kasalxonaga borishni istamayman desa va kasalxonaga borganda qo'ygan qadami uni orqaga tortaversa, bu oyog'i qandoq bo'ladi? Unga hayoti ishonib topshirilgan bemor holi qanday kechadi? Yoxud hammadan yaxshi ona bo'lishni xohlagan ayol, bu bola hech qachon to'ymaydi. Umrim bunga ovqat tayyorlash bilan o'tib ketmasa yaxshi edi deydimi? Bunday bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki odamzod o'z oldiga biror maqsad qo'ygan bo'lsa, u maqsadiga erishish uchun nimadir kerak bo'lsa shuni bajarishi kerak. Odamzod nimaniki chin dildan xohlasa, o'z maqsadi tomon boradigan yo'lda og'ir emas, shaxtan qadamlar bilan ilgarilaydi.
Mo'ljali Allohning visoliga narvon bo'ladigan makon joynamoz ekanini bilgan kishi namozga suhraga ketayotgandek odimlamaydi. Chunki Allohga borishning usuli ham ahamiyatlidir. Zero uslub oriyatdir, nomusdir. Namozga ham suhra kabi turgan kishilarning lisoni holi go'yo. Ey Alloh, mana men ham namoz o'qiyapman, ko'rib qo'y deydi va buni ham Alloh va'da qilgan jannat chindan ham bo'lsa, astag'firulloh. U yerda o'zining o'rnini kafolatlab qo'yish uchun minnat qilib aytadi. Sizningcha bunday uslub maqbul bo'ladimi? Mana shundaylar uchun oyati karima bir namozxonlarga vayl bo'lsinki, deya o'z ta'rifini marhamat qiladi. Nafsini tanigan Robbisini biladi. Kishi tanishni bilishni avval o'zidan boshlashi kerak. Masalan, siz og'ir dardga chalinib, operatsiya uchun kattaroq mablag'ga ehtiyoj sezib qoldingiz. Meni qo'lingizga pul tutsam-u, nafsiyonatingizga tegadigan gaplar aytsam, yuzingizga boqib sovuq ishshayib tursam, ham qancha muhtoj bo'lmay, shu pulni olasizmi? Bundan ko'ra o'lganim yaxshi deb bo'lmaysiz. Lekin qo'limni yelkangizga qo'yib, Alloh dardingizga shifo bersin do'stim, ehtiyojingizga shatarsiz deb biroz pul berib olib kelgandim. Qo'limni qaytarmasangiz juda xursand bo'lardim. Bu kunlar hammaning boshida bor, siqilmang, hammasi o'tib ketadi desam, shu samimiy tasallining o'zidan umidsizlikka botgan ruhingiz yashashga kuch va ishtiyoq seza oladi. Va pulni ham ming istihola bilan emas, Allohning meni sababchi qilib uzatgan qo'li bilib bemalol olasiz. Ehtiyojingizga ishlatasiz. Kelasi safar meni ko'rganingizda hijolatdan yuzingizdan nochorlik suvini to'kmaysiz. Yashirinishga joy izlamaysiz. Axir pulni men emas, Robbingiz berganini, men oradagi oddiy vositachi ekanimni, eng muhimi Robbingiz hech qachon bergan ne'matini minnat qilmasligini bilasiz. Xo'sh, namozga haqiqiy ehtiyojmand kim? Biz yoki Alloh? Albatta bizmiz. Alloh bizning namozimizga muhtoj emas. Asosiysi namozdagi odob va ixlosimizdir. Qulning hojasiga bo'lgan ehtiyojidir. Alloh namozga emas, namozdagi ixlos va samimiyatga qaraydi. Shuning uchun namozga turgan va o'qiyotgandagi holatimiz, o'zimizni tushishimiz nihoyatda ahamiyatlidir. Lekin bizning ichi bo'm-bo'sh imtihonimizdan nuqsonimiz bor. Ildiziga qurt tushgan daraxt sog'lom meva bermaydi. Bir mansabdor bilan 5-10 daqiqa gaplashganini hamma joyda ovoza qilib, o'tgan kuni falonchi bilan birga edim deb gapirib yuradigan, birgalikda olgan rasmini ijtimoiy tarmoqqa joylab kerilib yuradigan kishi namozda kimning huzurida turganini bilmaydi ham. Odam namozda foniy dunyoning mansabdorini qo'ying, butun borliqni yaratgan Allohning huzuriga chiqadi-ku, lekin bormaydi. Xo'p, nega endi? Nima sababdan bormaydi? Oddiy fuqaro mas'ul lavozimdagi kishining huzuriga chiqsa, zavqlanadi. Chunki fuqaro va amaldorning maqomi bir xil emas. Fuqaro o'zidan yuqori kishi bilan birga o'tirganidan lazzatlanadi. Uning yonida ko'proq qolgisi keladi. Namozga turganda o'zimizga qanchalar yuqori baho bersak, o'zimizni qanchalar yuqori tasavvur qilsak, o'zimizni tog'larning ijodkori deb bilsak, albatta namozdan lazzat olmaymiz-da. O'zini yuqori sanagan o'zidan ham oliy borligini unutadi va xorlikka yo'liqadi. Har gal o'ziga yuqoridan qaraganida Allohning qadrini cheklangan aqliga ko'ra arzimas deb bilaveradi. Nafsini o'ziga hukmdor qilgan tarbiyalovchisi huzurini tor deb tushunadi. Unutmaylik, Fir'avn ham hukmdor edi. Hozirgi kundagi mavqei muzeyda oddiy bir eksponat. Biz atrofni miridan sirigacha kuzatamiz, tahlil qilaveramiz va haqiqiy makonni payqamay qolamiz. Insoniyat mayda narsalarga o'rlashgani sayin tafakkur doirasi ham maydalashib boraveradi. Ahvolimiz ayanchli, juda ayanchli. Oxiratga bo'lgan qo'rquvdan ko'zlangan asosiy maqsad o'lgach do'zaxga tashlanish emas, balki tirik ekan bandalik qila olmaslikdir. Cho'ponlar podasini qirdagi barra o'tga bo'lgan istak bilan oldinga boshlaydi. Agar podaning qorini to'ysa, o'tning ta'mi ularni qiziqtirmaydi va ular endi oldinga yurmay qo'yishadi. Shu vaqtda cho'pon qo'ylarini 1-2 marta yengilgina urib qo'yadi. Jannat va jahannam ham shu jumladan. Zero oxiratning yaratilishidan asosiy maqsad do'zax va jannat emas, bizning bandalik vazifamizni ado etishimizdir. Jannat tashviq qilish uchun, do'zax esa ogohlantirish uchun yaratilgan. Asl maqsad Allohni tanish va unga o'zni tanishtirishdir.
Tanish va tanitish nuqtasida mushtarak jannat shavqi bizni namozga boshlab borolmasa, unda azob muqarrar. Yasharkanmiz hibsxonaga tushib qolish xavfidan cho'chib, eng jirkanch vazifalarni ham benuqson ado qilamiz. Biroq do'zaxdagi abadiy olovli qamoqxonaning xavfi yengil va latif xizmat uchun bizga qo'rquv ibodatga shaylik bermaydimi? Yo'lda ketarkanmiz yaqin do'stimizni uzoqdan ko'rib qolib chaqirdik, lekin u o'girilib qaramadi. Avvaliga eshitmagandir deya yaxshi gumon qilamizda takror chaqiramiz. Shunda ham qaramadi. Endi uyga qaytganda qo'ng'iroq qilib 3-bor chaqirgan bo'lamiz. Javob bermasa, uzri bordir deb xabar yozib qo'yamiz. Javob kelmaydi. 5-bor qo'ng'iroq qilganimizda ham telefonni olmasa, bunaqa do'stning bordan yo'g'i yaxshi, chaqirganda labbay demaydi deya umidimizni uzib qo'ya qolamiz. Biroq Alloh har kuni 5 mahal chaqiradi. Javob bermasak ham bizdan umidini uzmaydi, chorlayveradi. Bugun kelmadi, balki ertaga kelar deydi. Aslida u bizga emas, biz unga muhtojmiz-ku. Bizni unisiz tashlab qo'yishni xohlamaydi. Bizning boshqa eshiklarga bosh ega borishimizni istamaydi. Bizga bo'lgan muhabbat, faxr va rahm shafqati sabab bizdan voz kechmaydi. Xo'sh, biz bu namozdan nima uchun voz kechamiz?